MTFV Forex hisobini qanday ro'yxatdan o'tkazish kerak? Hammaga salom. Bugun men sizga MTFV Forex hisob qaydnomasini ro'yxatdan o'tkazishga yo'l ko'rsataman. Birinchidan, Forex hisobini ro'yxatdan o'tkazish uchun quyidagi manzilga kirishingiz kerak. Yoki ushbu videoning tavsifida joylashgan Forex hisobini ro'yxatdan o'tkazish havolasini bosing. Endi men Xim brokerida Forex hisob qaydnomasini ro'yxatdan o'tkazishga misol keltiraman. Ximga quyidagi manzilda kirishingiz mumkin. Boshqa brokerlar uchun shunchaki broker nomini mos ravishda almashtiring. Keling, boshlaymiz. Kirgandan so'ng, bu interfeys sizning ekraningizda men ko'rsatayotgandek paydo bo'ladi. Bu Ximning rasmiy sayti. Tilni o'zgartirish uchun shu yerni bosing. Ro'yxatdan o'tish jarayonini boshlash uchun boshlash bosing. Bu Xim hisobini ro'yxatdan o'tkazish uchun interfeys. Iltimos, yashash mamlakati, e-pochta va parolni to'ldiring. Parol talablari 10-15 ta belgidan foydalaning, bir yoki undan ko'proq raqamdan foydalaning, bir yoki undan ko'proq ingliz tili kichik harfidan foydalaning, bir yoki undan ko'proq ingliz tili katta harfidan foydalaning, bir yoki undan ko'proq maxsus belgidan foydalaning. Iltimos, ekrandagi misolga murojaat qiling. Keyingisi, ushbu katakchani bosing. Keyin ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Xim sizga tasdiqlash xatini yubordi. Gmailga kirish uchun yangi tabni oching. Bu Xim menga yuborgan elektron pochta. Agar elektron pochta xabarini bir necha daqiqa ichida ko'rmasangiz, ko'proq tugmasini bosing. Va spam jildingizni tekshiring. Endi men iroda Xim yuborgan elektron xatni ochaman. E-pochtani tasdiqlash bosing. Savdoni boshlash uchun siz hisobingizni tasdiqlashingiz kerak. Hozir tasdiqlash bosing. Birinchi navbatda, keling, profil tafsilotlaringizni qo'shamiz. Iltimos, ism, ikkinchi ism, familiya, tug'ilgan sana va telefon raqamini to'ldiring. Ma'lumotni to'ldirgandan so'ng, davom etish tugmasini bosing. Ushbu bo'limda iltimos manzilingizni kiriting. Pochta indeksida siz o'zingizning pochta indeksi internetda qidirib topib, shu yerga to'ldirishingiz mumkin. Keyin moliyaviy tafsilotlarni kiritish bosing.
Bu yerda siz dan bitta savolga javob berishingiz kerak. Siz ha yoki yo'qni tanlashingiz mumkin. Keyin davom etish tugmasini bosing. Bu shaxsni tasdiqlash bo'limi, verifikatsiyani boshlash bosing. Bu maxfiylik to'g'risidagi bildirishnoma. Rozilik bildirish uchun shu yerga bosing. Keyin boshlash bosing. Birinchi bo'lib, siz chiqaruvchi mamlakat yoki hududni tanlaysiz. Keyin it turini tanlang. Siz identifikatsiya kartasi, haydovchilik guvohnomasi yoki pasportni tanlashingiz mumkin. Men identifikatsiya kartasini tanlayman. Endi siz hujjatingizni suratga olishingiz kerak. Kamerani yoqish uchun shu yerni bosing. Bu yuzni tekshirish bo'limi. Haqiqiy shaxs ekanligingizni tekshirish uchun yuzingizni skanerlashingiz kerak bo'ladi. Davom etish tugmasini bosing. Hujjatlaringizni muvaffaqiyatli yukladingiz. Hisobingiz ma'lumotlarini ko'rish uchun shaxsiy kabinetga qaytish bosing. Mening hisoblarim tugmasini bosing. Bu yerda siz savdo hisoblaringizni boshqarasiz. Hisob ikki qismga bo'lingan: haqiqiy hisob va demo hisob. Demo hisob bo'limida foydalanuvchilar uchun yaratgan demo MTFV standart hisobi mavjud. Haqiqiy hisob bo'limida foydalanuvchilar uchun yaratgan haqiqiy MTFV standart hisobi mavjud. Agar siz ko'proq hisob ochmoqchi bo'lsangiz, qo'shimcha hisob ochish bosing. Savdo platformasida hisobingizga kirish uchun sizga server nomi, kirish hisob raqami va hisob paroli kabi ba'zi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Hisob ma'lumotlarini topish uchun avvalo shu yerni bosing. Keyin hisob ma'lumotini tanlang. Bu yerda server va kirish hisob raqami. Savdo parolingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bu yerni bosing. Keyin savdo hisobi parolini o'zgartirishni tanlang. Yangi savdo hisobi paroli yaratish uchun shu yerni bosing. Parol talablari 10-15 ta belgidan foydalaning, bir yoki undan ko'proq raqamdan foydalaning, bir yoki undan ko'proq ingliz tili kichik harfidan foydalaning, bir yoki undan ko'proq ingliz tili katta harfidan foydalaning, bir yoki undan ko'proq maxsus belgidan foydalaning. Iltimos, ekrandagi misolga murojaat qiling. Keyingisi, joriy profil paroli kiriting. Bu sizning hisobingizni ro'yxatdan o'tkazishda yaratgan parolingiz. Keyin parolni o'zgartirish tugmasini bosing. Parol o'zgartirildi. Hujjatlaringizni muvaffaqiyatli tasdiqlaganidan so'ng hisobingizga kirib, savdoni boshlashingiz mumkin. Siz ushbu videoning tavsifida bergan MTFV Forexda qanday yuklab olish va savdo qilish mumkin video qo'llanmasiga murojaat qilishingiz mumkin.
Men sizga MTFive Forex hisobini ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha ko'rsatmalarni tugatdim. Sizga muvaffaqiyat tilayman.